Joriy 2026-yildan boshlab tibbiyot muassasalari xodimlari tomonidan ipoteka krediti asosida sotib olinayotgan uy-joyni boshlang'ich badani 25% bo'lgan qismi, shuningdek tibbiyot xodimlari farzandlarining kontrakt pullarining 30% bo'lgan qismini davlat to'lab beradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 9-noyabrda qabul qilingan 336-sonli qaroriga ko'ra, joriy 2026-yildan boshlab davlat tibbiyot muassasalarida kamida 15 yillik ish stajiga ega bo'lgan tibbiyot hamda farmatsevtika xodimlarining farzandlariga respublika hududidagi bakalavriat yo'nalishi bo'yicha yillik kontrakt summasining 30%gacha bo'lgan qismi, biroq bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravarigacha bo'lgan hajmda, ya'ni bu bo'ladi 6,180 ming. Ana shu summagacha bo'lgan hajmda kontrakt pullarini qoplab berish hamda ana shunday 15 yillik ish stajiga ega bo'lgan tibbiyot hamda farmatsevtika xodimlari tomonidan ipoteka krediti asosida sotib olinayotgan uy-joyni boshlang'ich badani 25%gacha bo'lgan qismini davlat to'lab beradi. Yuqoridagi qaror ijrosini samarali tashkil qilish, qaror ijrosi bo'yicha shaxsiy javobgarlik Sog'liqni saqlash vaziriga yuklatilgan. Demak, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ana shunday 15 yillik stajga ega bo'lgan tibbiyot hamda farmatsevtika xodimlarining farzandlariga kontrakt pullarini to'lab berish hamda ular tomonidan sotib olinayotgan uy-joyni boshlang'ich badani 25%gacha bo'lgan qismini qoplab berish masalasi to'g'ridan to'g'ri hal qilinishi kerak.